Oyimizga bu jonim, oyimni qaynonasi kelsa nimalar bo'ladi? Birinchi marta oyingni ko'zlarida qo'rquv ko'rasan. Onali ham kimdandir qo'rqarkan-da. Uyimiz top-tozami? Hech ham bunaqa toza turmasdi-yu. Xonamda o'tirsam birdan ovoz eshitdim. Qizim, ovqatga chiq, bolam. Onam meni birinchi marta qizim dedilar. O'zi gijja deb chaqirardilar yoki sarumashi. Voy qizim, sen turma, o'zim yuvib qo'yaman. Assalim. Men tushunib yetdim. Meni qurolim bu buvim. Vaziyatdan foydalanay deb oldin do'konda oyim hech ham olib bermagan narsalarga irg'idim. Onamni butun umr pullari bo'lmasdi. Men to'lavaraman pulini. Voy oyijon, o'zim to'layman. Oling. Lekin baribir bitta o'yib oldilar. Televizordan ham menga yoqadigan narsalar ko'rildi-yu. Qizim, tur uxlaydigan payting bo'ldi. Yura qol, assalim. Shakarim. Lekin xonamga chiqquncha onam xo'rlab olib bordilar. O sarmashi tez-tez uxlayotgan maktabga borasan. Buva! Uchurg'u seni uxlatdim senga. Oyim ish buyurmasliklari uchun bu moldiga o'tirib olardim. Tezlash maktabga borishing kerak-ku. Choy ichib olsin, keyin boradi. Men ham atilab ezmalanib ovqatlanaman-u. Men choy ichib bo'lgunimcha maktabam tugab bo'ladi. Buvim meni ishlardan ozod qilib bekitib ham qo'yardilar. Oyjon, Zebo qani do'konga chiqib ketsin, kirib yotgandim. Nima olib kelish kerak o'zi? Bavi bor-ku, oyjon, yangi avlod texnologiyasi. Oldingidagi kirlarni kirsovunda soatlab qaynatish shart emas. Shundoq qaynoq suvga 3-4 qoshiq solamiz, ivitib qo'yamiz. Keyin xohlasangiz oddiy parashokda, xohlasangiz oq kirsovunda chayvoramiz. Qarabsizki, kirlaringiz ham top-toza, idishlar ham. Ha, oson ekan-u. Kirni qaynatmasangiz ham, yuvdim deb har xasha qilmasangiz ham bo'lar ekan-u. Lekin Zeboni ko'rmadim. Oyjon, nega bo'lmasa boxliroq etmaysiz shuni? O'zim chiqib kelaman do'konga. Zeba, chiq. Rahmat. Lekin bitta yomon tomoni bor. Men oyimadam o'rtasida uxlamoqchi bo'lgan payt buvim kelib, turman bilan uxlaysan. Bular senga uka olib kelish kerak. Yur, oldimga. Pa.